Akil. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz qarindoshlar, hammanglarning shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'liq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Ben tünigen azraq idoraning ishlari bilan bizning temir yo'l bo'lgan ekan, qon tekshirib, suylik tekshirib, shu chekimda da par 6 oyda bir qiladigan bir ishlar bor. Shuning bilan shu aldirash qilib qilmadim. Bugun mana chiqdim. Bugun Shvetsiyaniki parlamentniki ichida har qaysi yerlardan cho'ng yig'inlar ichilyapti. Men mushu dushanbadan jumagacha hozir namoyishimni qildigan bo'ldim. Shanba to'xtab ketdim, chunki o'zimning shaxsiy ishlar bor, ulgurolmaydi ekanman. Biza stress bo'lib qoldi ekanman. Uni ustiga dushanba yakshanbadimi baribir parlament a'zolari ishlamaydi ekan. Shuningga mana tunugun ishlar bilan azroq yo'qolib ketdim. Qarindoshlar, bu yerda birisidan yo'qolib to'qab yoki yana bir nima qilib yo'qolib ketadigan ish yo'q. Bu yerda faqatla mushu dam ilishga to'g'ri kelib qoldi. Ya'ni tuniga azroq ishim chiqib qoldi. Tuni yezibmi qo'ydim. Shuningga mushunda ahvol. Ondan keyin Shvetsiyaga meningki cho'nglarim batdi, tuqqanlarim sovetlik, O'rta Osiyolik. Mana shu cho'nglarimga telefon qilib, bizga ko'ngilni og'ritib qo'yishdi. Erkak bo'lsang, men bilan aloqaga chiq. Cho'nglarning telefon nomerlarini tepib, voy jiyaning anda qilyapti, jiyaning manda qilyapti demay. Shvetsiyada texe imzo to'playapmiz, sotqa beramiz degan gap bo'pti. Bo'pti, men sanab beray. Abdushkur Muhammad Imin, Abdushkur Samsaq, Dilshod Rashid, ondan keyin va boshqa men tilga olmaganlar birlashib sotqa bersanglar bo'ladi. Yoki saqchiga bersanglar bo'ladi. Men o'zinglar tanlab olinglar, yerda to'shaq saqchilar turibdi, qaysini qilsa. Manga anda qilamiz, manda qilamiz deb meni qo'rqitib qo'yolmay, o cho'nglar qilsanglar, cho'nglar manga faqat tarbiya qildi, unda og'zingizni yomon qilmasangiz, xalqlarni haqoratlamasangiz, u bu deb qildi. Men ma'qul deyman, lekin ota-ona mening ota-onam, qizil sizoq mening sizoqim, cho'ng dadamning emas. Shuningga tarbiyani qabul qilgan kelgan chog'da qabul qilamiz, ammo nishondan yonmaymiz. Chunki nishon ota-onani chiqarish, shundaqla mushu Uyg'ur xalqiga bo'layotgan zulmni anglatish. Shvetsiyadagi hukumat amaldorlariga mana hozir doim degidek kunda degidek asosiyatdan cho'ng yig'inlar o'tyapti. Parlament a'zolari parlamentning ichida bor doim qidek bularga bildirish, bular chiqib mening masalalamni hal qilish, hal qilmaslik bularning ishi, ammo men uzildirib qo'ymay namoyishimni ota-onamnikini hal qilish bu meningki mas'uliyatim. Chunki bir erkakninki yaratgan egisiga bo'lgan muhabbati bo'ladi, vataniga bo'lgan muhabbati bo'ldi, ota-onasiga bo'lgan muhabbati bo'ldi, oilaga bo'lgan muhabbati bo'ldi. Men cho'qon vatanimga, ota-onamga ega chiqishim kerak. Chunki bizningki xalqimiz qirilyotdi, irqiy qirg'inchiliklarga uchrayotdi. Xalqningki beshiga kun tushgan chog'da soyvan bo'lolmagan odamni odam demaymiz. Shuningga mushu dunyoning har qaysi yerlarida imzo to'plab sotqa beramiz degan odam uni uloq deb o'tamaydi-ku, cho'nglarga deb o'tirib yoki boshqalarga qilib qilmaydi, o'zi qilaverdi. Shuningga meningki maslahatim mushular o'zinglarning yo'lda ishlarni qilaversanglar bo'ladi. Ikkinchidan, mening uyim burun G'ulji shahrininki Sharq mahallati, mushu burunqi oblast so'mmoqcha deyiladi, viloyatning hududi. Hozir meningki bizningki keyin ko'chib ketgan o'rnimiz Nag'ircha. Men Yangiayotdan emas, Tug'liq bizdan bir mallik deb uning telefon qilib, fokus to'g'riliq o't o'chirishni qilayotganlar, men aniq deyitay, men Yangiayotlik emas, men Nag'irchilik. Bu bir. Ikkinchi, uningdagi men hech kimdan qo'rqib qolmayman, ham hech kimga meningki tutunchiligim yo'q. Biz xalqningki dardini anglatdik, da'vodagi xato o'rinlarni biz bildirdik. Xalqqa bu o'ngshalsin, bu bo'lmaydi. Mana yana lager ichilg'ini 5 yil bo'lay deb qoldi. Kundan kunga eg'irlayotdiki, bu pasib qolgani yo'q. Shuningga meningki har qancha psixikam buzilsinmi yoki qanday bo'lsin, men ish o'rnimda 5 yilgacha nihoyat idoramdagilar bilan urushmagan, ko'ngillik holatda men o'zimniki problemlarimni ishga kirmay, kishilik turmushimga aralashtirmay qilyapman. Mening bu maydonga chiqqandan keyinki ochiq
hasratlik so'zlarim hammasi mening bu ichimdan chiqayotgan bu qisos. Meningki hadam bikaga uvalchiqdan tatdi. Mening ota-onam bikaga qasb uchrab, hozirgacha Xitoyninki nimasida dafsanda holatda o'tib ketyapti. Cho'qim men bularga ega chiqishim kerak. O'tirliqda Dunyo Uyg'ur qurultayidagi odam shunday qilib berma deb shunday chiqdi. Bunimi Dulqin Iso, Abdukim Idrislam anglabdi. Bana bir narsa bersa, men bir jazolasam degandek gaplarni qilibdi. Bu jazolashni o'zim bilaman. Shvetsiyada qilsammi bo'ladi. Shuningga demak bu yerdagi narsalar haqiqatan to'g'ri rost bo'lgan narsalar. Bu yerda yolg'on narsa yo'q. Shunday gap. Undan keyin qarindoshlar deydigan gapim, qarindoshlar ota-onamizga, ota-sing'illarimizga, tuqqanlarimizga ega chiqayli. Ularningki hech qanday gunohi yo'q. Bu qirg'inchilik, g'ulji qirg'inchiligi, urumchi qirg'inchiligiga o'xshash bir oyning ichida yoki bir yilning ichida to'xtab qolmadi. Bu davomli bo'layotgan qirg'inchilik. Shuningga qarindoshlar har vaqt ota-onamizga ega chiqib, mushu damlarda, mushu vaqtlarda dunyoga bo'lgan noroziligimizni bütün asli hammamiz chiqib, mishada parlamentning oldida tugilib ketishimiz kerakdi. Aning ichida qirg'inchilik qilib to'xtat. Biz ma'vu ziminning egasi bo'lganligimiz uchun mushu qirg'inchiliklarga uchrayapmiz. Ma'vu zimin bizningki, ey deb mushu har qaysi davlatlarning parlamentidagi, Amerikadagi har qaysi davlatlarning parlamentidagi Cumhuriyetçi partiyalarni bizni qo'llaydigan, bizning mustaqilligimizni Xitoyning parchalanishini xohlaydigan partiyalarni tutib turib ish qilishimiz kerakdi. Afsus biz yana textdan kishilik huquq, inson haqlari degandek narsalardan chiqib ketyapmiz. Shuningga qarindoshlar, ko'zimizni ochayli. Bizni birdan bir Xitoyning qo'lidan qutuldirgan, buningdan keyin ham hozir ham qutuldirgan mustaqillik. Mening ota-onam 2017-yil 1-oyning 27-kuni sahar soat 9 atrofida Ilo oblastlik bexatarlik saqchilari tarafidan tutib chiqilib, hozirgi Bo'zdagi turmada hozirgi keyin nimada Bo'zdagi turmada bo'ldi. Keyin anodagi ikkisini ayrim dadamni Kunasga, opamni Bayondaydagi turmaga akatdi. Bularni shu balang siyosiy panohlik tilidi, o'qishga chiqib pasport chitdi, sen Turkiyaga bording degan shu anodagi balangninki Turkiya pasporti bor ekan degandek qalaymiqan chiqishlar, qalaymiqan narsalarda bo'lgan. Bu narsalarni fikringizga yetkazib qo'ying deb shu nimqanchaqda adamga debdiki, kim bu narsa hatto mening Turkiya pasportimning yo'qligi, hatto meningki ba'zi bir bu Shvetsiyadagi ishlarimniki unchalik cho'ng emasligi to'g'riliqidimi kelib adam bilan ko'rishib bo'lganni bu masalalarningki Abnum rayonidan emas, Beyjingdan hal bo'lganligi, Abnum rayonining kuchi yetmaydiganligi, o'z oldiga qaror chiqarolmaydiganligi hozir markazdan bevosita nim qilganlik to'g'riliq o'tganlarda dedi degan bo'lsa-mu, lekin meningki ota-onam beguna. Agar mening ota-onam shuning ichida bir gunoh qilib kirib ketgan bo'lsa yoki bir siyosiy harakatlar bilan shug'ullangan bo'lsa, terror harakatlar bilan shug'ullangan bo'lsa-ki, men bir zuvonimni chiqarolmay, manda bir ish bor ekan. Jimmida uyda o'tirgan odamlarni bekaga ochib ketib, mana tarbiyalash deb, bo'lmasa o'zlari hukumat kadrlari bo'lib ishlagan insonlar g'uljida bir insonga yomonlik qilmagan. Hozir meningki Facebook'imda menga Amerikadan, Kanadadan, Yevropadan, Turkiyadan, voy Hamidkamning bolasimi, Sadattamning bolasimi, voy Sadattamlar bir yig'iz gapirmaydigan yuvosh odamlar, ajab bo'pti. Alloh sabr bersin. Facebook'da mening nasrimga qo'llab taqib qildigan odam unchalik ko'p bo'lmagan bilan oqitamanda men estash qildirgan odamlar bo'ladi. Chunki G'o'lji shahrining ichida meningki dadamni jiqlab to'natdi, opamni jiqlab to'natdi. Chunki dadam telegraf ishlagan, har qaysi sohalarga telefon qo'ygan, opam qatnashib ishlagan. Shuningga aloqa to'ri kangri bo'lgan, tonish bilishtirma jiq bo'lgan. Shuningga meningki egisi yo'q insonlarningki qarlab, uni buni qilib, yezib, uni buni qilganlar xiyolim kirib chiqmaydi. Chunki u odatlar menda yo'q. Meni qanday vaqtda saqchiga bersa, sotqa bersa bo'ladi. Meningki hatto saqchidan olganmi qog'ozlarim bor. Agar men o'zim menga bir ish bo'lib, men o'zimni qo'g'dinib, bir qanday shu qolsimi, saqchi tarafdan o'zimni qo'g'dingan saqchidan kelgan ikki parcha xatlarim bor. U meningki emalimda turibdi. Men hatto kopiya qilib nusxalarini do'stlarimga berib qo'ydim. Shunda degandekidek. Shunga qarindoshlar, hamma dembak
ota-onamizga ega chiqayli. Men unda bo'lsa, namoyishlarimni qilay. Stand up Sweden! Stand up Sweden! Fascist China! Terrorist China! Fascist China! Terrorist China! China stops genocide! China stops genocide! China stops Uyghur genocide! China stops Uyghur genocide! Chenchenko terrorist! Xi Jinping terrorist! Virus China! Terrorist China! China release my parents! China stop fuck murdery! China stop fuck murdery! Sverige get up Uiguren! Sverige get up Uiguren! We will have independence! We will have independence! China get out of East Turkestan! China get out of East Turkestan! Fascist China! Terrorist China! Xi Jinping terrorist! Dictator Xi Jinping! Virus China! Sverige agerar på Uiguren! Stand up Sweden! Stand up Scandinavia! Stand up Scandinavia! Fascist China! China release my parents! Dictator China! Virus China! Xi Jinping terrorist! Chenchenko terrorist! We will have independence! We will have independence! China get out of East Turkestan! China stops genocide! China stops genocide! China stops genocide! China stops genocide! China stops Uyghur genocide! China stops Uyghur genocide! Chenchenko terrorist! Xi Jinping terrorist! Fascist Xi Jinping terrorist! Xi Jinping dictator China! Fascist China! Nazi China! Terrorist CCP! Terrorist CCP! Fascist China! China stops Uyghur genocide! China stops genocide! China stops Uyghur genocide! We will have independence! We will have independence! China get out of East Turkestan! China get out of East Turkestan! China release my parents! China stops genocide! China stops genocide! Fascist China! Terrorist China! Stand up Sweden! Stand up Scandinavia! Stand up Sweden! Stand up Scandinavia! Chenchenko terrorist! Xi Jinping terrorist! Fascist China! Terrorist China! Dictator China! Chenchenko terrorist! Xi Jinping terrorist! CCP fascist! Nazi China! China stops Uyghur genocide! China stops Uyghur genocide! Chenchenko terrorist! Xi Jinping terrorist! China stop fuck murdery! China stop fuck murdery! China stop fuck murdery! Sverige agerar på Uiguren! Sverige agerar på Uiguren! Stand up Sweden! China terrorist! Xi Jinping terrorist! Virus China! Virus China! China stops genocide! China stops Uyghur genocide! Chenchenko terrorist! Xi Jinping terrorist! China get out of East Turkestan! China get out of East Turkestan! We will have independence! We will have independence! China stops genocide! China stops Uyghur genocide! China stops Uyghur genocide! Chenchenko terrorist! China stops genocide! China stop fuck murdery! China stop fuck murdery! China stop fuck murdery!
Aa, 3 miljon till 10 miljon Uyghur muslim i Kina i koncentrationsläger. Jättemånga kristna de dödar dem. Ja, jättemånga kristianer också. Och även i Nigeria. Precis. Världen är hemsk. Ja, kommunistpartiet som bojkott religion. Hålla så nära Gud. Ja, så hoppas allting bra. Tack. Qarindoshlar, mana shu gap, mana chiqsanglar bo'ladi. Hamma ishinglar yaxshi bo'ladi. Baribir kuninglar o'tib ketib bordi. Uyda o'tirganlar bor hozir. İşləydigan bizmi işləymiz. İşdən qaytib chiqyapmiz, kuchimizdan qo'limizdan yetishicha qilyapmiz. Qo'yib beramdi, qo'yib bermamdi, u birinchi Xudoning qo'li ilkidagi ish. Qo'yib bermasimni bo'pti, chiqishimiz kerak. Qo'yib bersimi chiqishimiz kerak. Qo'yib bergacha chiqishimiz kerak. Qo'yib bergandan keyin undan keyin qiladigan boshqa ishlarimiz bor. Shuningga hech qachon qarindoshlar bu yo'ldan to'xtab qolmasligimiz kerak. Bu jahonda men Shvetsiyaga kelib ishlab, hukumatga boj to'lab, meningki kirayotgan kartamdagi pullarimni tashxis bo'ladi. Meningki Google'ga kirib ko'rayotgan materiallarimni ko'rsoldi. Men hech qachon kirib Google'dan Shvetsiyada odamlarning shaxsiy uchuri ichib etildi emasmi? Birisininkini tekshirib shuga yerim yo'q. Menga qora pul kirgan yeri yo'q. Men qachoqchilik qilgan yerim yo'q. Men Uyg'ur qonunini bostirib olgan yerim yo'q. Men indigenous people'ni men qivatmadim. Men faqat o'zimningki, ota-onamningki onundan keyin o'zimniki huquq manfaatlarini tanladim. Meningki qo'limda Shvetsiyadagi men dedim-ku, Xitoyparast, Tailandga borgan, Anjanting bilan ko'rishib kirgan, hatto kurash ko'sanninki o'limigacha, jiqishlag'icha bo'lgan narsalarda, hatto Qaysarninki kurash ko'san o'lgandan keyin Dilshod Rashid bilan Astapdan birlashib, shu nimadan pulakab Amerikadan qalamkashlar 3 yilgacha yeb, undan keyin Shvetsiyadagi ashuna endiki shvet qizoni chekib qo'yganligi bizda hamma narsalar bor, narsa o'chib ketmaydi. Men hech kimni qo'rqib qolmayman. Men dedim-ku, har qanday vaqtda tasmasini tortib turib, bo'yniga dastlab turib o'tib ketaman har qandayiniki. Naga berib arz qilamsan, naga berib qilsang qil. Men hech kimdan qo'rqib qolmayman. Yomon yeri tashkilotdan ichib, tashkilotning puliga mashina aydigan, uni buni qilma deb pullarni yevatgan, o'shada jidallarga deb bo'lgan, Abdushukur Samsaq, musholar o'zlari bo'ladi. Bu Abdushukur Samsaqning xotini operatsiyalar qilgandan keyin yolg'on tashviqotlarni taqib, meni obrazimni xunuklaştirib, cho'nglar orqali, shu yurtcho'nglar orqali cho'ng odamga qilgan bo'lsa, men buningki ko'gligini ko'rsatmayman. Meningki qo'limda talay narsarim bor. Men buningki undaq oilaviy chiqamdi yoki yana bir nim chiqamdi yoki Abdushukur Muhammad emin kelamdi, Dilshod Rashid kelamdi va yoki boshqalar kelamdi. Hammani men obdan bilaman. Hatto qaysi mahalladagi kimlar orqali pul yetkigan, o'chaqda kurash ko'sanning vaqtida tashkilotlar ishlagan kimlarning ismlari bor. Hozir ashular nima ishlarni qilib yuryapti. Biz hammani soqchilarga qo'ysak, kirgan kirim chiqim, yetkigan pul, bu narsalar tekshirish chiqadigan narsa. Bu yerda hech kimni qo'rqib ketmaydi. Bo'lsa, meningkidan bir qo'lab baqson nima chiqadi ekan? Bularninkidan bir qo'lab baqson nima chiqadi ekan? Boshqalarninki ota-onam andaq qildi, mandaq qildi deydi. Mana beshin cho'kirib yotadi. Ba'zilar inim kirib ketdi deydi, ba'zilar akalarim bo'ldi deydi. U akalar do'yinlar usul o'ynab shugan, odamni dot ko'rib, bir tataylarning qo'ltiqiga kirib elib inqilobchi. Ular orqali o'zini inqilobchi ko'rsatib, sen na'diding, Shvetsiyaga kelibsan, maynurlar bilan biz bachaqda rasmlarga tushib, andan keyin ketib, seni opang dadang akab qo'yib, seni Shvetsiyaga kassang bo'lmaydi deysiz. Qozog'iston, Norvegiya, Oslo, manda mengib, kayindan texi ağzımga şu appağını berip chiqib odamlarni qolmagan ashariki odamlarni chiqib yolg'iz qilib hozir miyaga kelib Uyg'urlarning orasiga kirib tehi mening kaynim sal men inqilob qachaman sen niyatdan tök hozir tek chiqding sen
Nima maqsadda Stokholmga kelding? Nima maqsad Uyg'ur jamoatininki? Hatto jamoatning orasiga kirmoq bakmoqchi bo'lding. Uni Uyg'ur martiki nijat turg'unda tatdi. Hammasi bilib ketdi. Butun hammasi o'rganmaydi seni. Meni texe nimlarni deb texe nima qilib ketdi. Meni butun hammasi biladi. Men oldida deyman. Bo'ldi, o'ng so'ng tugidi. Ha. Shuningga qarindoshlar, bu yerda hech qanday narsa, hech kim qo'rqmaydi. Gapi bo'lsa, o'ziga olgan bo'lsa shu narsalarni, saqchiga desin, "Men odamman dem. Mening ismimni chiqarmagan bilan shu men ashta qo'g'ashqa, shu men o'zimga ip ketdim." desa bo'ladi. Bizning Facebook'larimizni marab, rasmlarga tortib, qilgan narsalardan tortib, hamma sifatlarni ovozliq biz ko'rashgan chaqda, qasddan jidal chiqarmoqchi bo'lgan chaqda tennisda rayonda hammani ip qo'ydik. Kerak bo'lsa hammani chiqib biz saqchini oldida chiqa olamiz. Chiroyli xat keldi. O'zingni qo'g'dansang bo'ladi deb. Qarindoshlar, bo'pti, unda bo'lsa men tushay azroq ishim bor meninkimi qiladigan. Unda bo'lsa Xudoyimga omonat. Paskashlik qilmanglar. Cho'nglarga telefon qilsanglarmi, cho'nglar shu og'zingizni buzmangmi deydi, u bu deydi. Og'zimizni buzmasak, qilayotgan yering shu. Men indigenous people emas. Men shuning uchun mening ota-onamni men uydagilarimga vakolatdan shuni deymanki, mening ota-onam adam bizning urug' tuqqanlar indigenous people emas. Shuningga men buning so'riqini olaman, ham olamiz. Uyg'ur qonunini bostirib qo'ygan bo'lsang, o'sha vaqtdagi Amerikaning siyosatiga to'g'ri keldi degansa, sana ma'ni akal degandan keyin sen oldiga tashlashing kerak deydi Rabiya Qodir. Men sana deb qo'yay. Mana qonunni xalqim chiqaringlar deydi, lekin meni sunib qo'ydik, bo'lamdi, bo'lmamdi. Sen demay yushirib olding. Chunki bu degan bir ikki adamning ishi emas, bu degan Uyg'ur qonuni deganki, vatanniki butun millatniki qonuni. Sen shuni deb qo'yishing kerak deb Amerikadan bunday buyruq tushdi, qonun chiqaramiz sizlarga, bunday narsani akilinglar deydi, deb qilishing kerak deb. Shunday gap. Uni bosirib qo'ygandan keyin 10 yildan keyin uni sog'liq tip chiqdi. Naq maydonda shu kamera ichib turib qilgan savol javoblarmi bor. Shuningga iliqqa meni tillab ketdi, yoy meni anda qilib ketdi deb nishonni boshqa yoqqa burmay, avval az chiqib savollarga javob bersin. Andan keyin javobni berib, to'g'ri o'disdan chiqalsa, biz chiqib ma'qul bo'lamiz. Biz hech nima qilmasak, qonunni bostirib olsa, Uyg'urni paypoq qilsa, Uyg'urni lovlay qilib o'ylasa, bir tatayning bolasi chiqib olib, sening Uyg'uringning nimasi bo'tdi, Aqso'ning yezisini boshqarmaymiz deb bizning g'ururimizni dafsanda qilsa, boshqa Aqso'liklar g'ururlarga amadinglarmi? Sizlarga bir Aqso'ni boshqarolmaysizlar? Aqso xalqi muajiratdagi ashta gaplarni qilsa, bizga il rayonni emas, biz boshqara olamiz, biz boshqa iqtidorli odamlar bor turmalarda. Ne vatanda ne odamlar bor, ne qahramonlar bor. Qila olmaydi, nima ish qilolmaydi. Davlat qurpaqqa Uyg'urlar tutsa, Saydiya qanliqini qurgan Uyg'urlar, onun imperiyasini qurganlar, ichki jumhuriyatni qurgan Uyg'urlar, cho'ng davlatlarning siyosatiga dumchib ketmagan bo'lsa, qura olmaydi, nima ish qilolmaydi. Unda o'ylanib ko'ringlar. Bo'pti, qarindoshlar, hamsa, Xudoyimga omonat hamsa. Ichiraytan aka.